Assalomu alaykum, Land House kompaniyasining qadrli kuzatuvchilari. Bugun bizda bo'layotgan sotuv juda ham shiddat bilan ketmoqda. Bizni kuzatib boring. Biz esa hozir mijozlarimizning fikrlarini o'rganamiz. Nega aynan Land House kompaniyasini tanladingiz? Land House kompaniyasi, men oldin ham bu kompaniyadan uy olganman. Hozir o'zim yashab kelmoqdaman. Land House kompaniyasini tanlaganimdan maqsad bular tayyor, patkuluvchi uy topshirishadi. O'sha tomoni menga yoqadi. Juda ham ishonchli qurilish. Bizlar yangi Darxon 2 dan uy olganmizlar. Bizlar juda ham mamnun, xursandmiz. Instagramdan, Facebookda ko'rib, bitta yaqinlarim olgani uchun ishonchli firma bo'lgani uchun men Land House firmani o'zimga ma'qul bildim. Hozir endi necha xonali xonadon xarid qilmoqchisiz? Hozir men 2 xonali xonadonda yashardim, Land House'dan olganman. Hozir endi oilam sal kattalashib, anaqa bo'lgan hisobiga 3 xonali olmoqchiman. Kadastr vaqtida chiqishi birinchidan, ikkinchidan to'lovlarni siz istagan turda qabul qilishi menga juda ma'qul keldi. Yangi Darxon 2 dan ham uyimiz bor, yangi Darxon Sokin makon 1 dan ham uy olganmizlar. Hozir yana bir uy olishga keldik. Land House firmasi zo'r har Qadrli kuzatuvchilar, biz tushlikkacha bo'lgan vaqtda 150 dan ortiq mijozlarga xizmat ko'rsatdik va sotuv jarayonlari 18:00 gacha va undan tashqari 10-oktyabrgacha davom etadi. Barchangizni sotuv ofisimizda kutib qolamiz.